Palon pulga katta uy olib arendaga bergandan ko'ra, ya'ni katta summani arzimagan arenda uchun ushlab turgandan ko'ra, agar maqsadingiz arenda orqali daromad qilish bo'lsa, eng zo'ri bir xonali uylar. Har doim aytib kelaman, arenda qo'yishga ham, sotishga ham eng zo'ri bir xona, sababi katta uy puliga siz bir nechta bir xonali uy olib tashlaydigan bo'lsangiz, mulkingiz ham ko'proq bo'ladi, arenda daromadi ham ko'proq bo'ladi va erta kelajakda любой moment kattaroq расходingiz chiqsa, bitta sotib ishlatsangiz bo'ladi. Bugun ham bitta shunaqa variant kelganmiz. Maydoni 34 kvadrat bo'lgan bir xonali tayyor podключ holatdagi mana shu novostroykamiz sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz Yashnobod tumani Asolobod mahallasi bo'ladi. Do'stlik metrosi va Yashnobod metrosigacha 1-1,5 kilometr masofada 9 etajli novostroykani 5-etajda joylashgan. Narxini video oxirida aytaman, lekin narxi juda ham zo'r arenda qo'yish uchun. Planirovkasi pod'ezd eshigi, e'tibor beringlar, 9 etajga bo'lsa ham pod'ezdi ikkitadan liftlariga ega. Kirishimiz bilan mana shunaqa katta holni ko'rishimiz ham mumkin. Buni zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zi bir xona bo'lgani bilan ikki xonaga mana shunaqa periplanirovka qilingan. Chapdagi bo'lsa, umumiy sanuzilni ko'rishimiz ham mumkin. To'g'rida bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz, chiroyli mebellar bilan birga va bu yoqda yotoqxona joylashgan bo'ladi. Kvartiramiz полностью теплый pol qilingan, radiator tizimida ham isitiladi. Narxi 48 ming dollar. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Palon pulga katta uy olib arendaga bergandan ko'ra, ya'ni katta summani arzimagan arenda uchun ushlab turgandan ko'ra, agar maqsadingiz arenda orqali daromad qilish bo'lsa, eng zo'ri bir xonali uylar. Har doim aytib kelaman, arenda qo'yishga ham, sotishga ham eng zo'ri bir xona, sababi katta uy puliga siz bir nechta bir xonali uy olib tashlaydigan bo'lsangiz, mulkingiz ham ko'proq bo'ladi, arenda daromadi ham ko'proq bo'ladi va erta kelajakda любой moment kattaroq расходingiz chiqsa, bitta sotib ishlatsangiz bo'ladi. Bugun ham bitta shunaqa variant kelganmiz. Maydoni 34 kvadrat bo'lgan bir xonali tayyor podключ holatdagi mana shu novostroykamiz sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz Yashnobod tumani Asolobod mahallasi bo'ladi. Do'stlik metrosi va Yashnobod metrosigacha 1-1,5 kilometr masofada 9 etajli novostroykani 5-etajda joylashgan. Narxini video oxirida aytaman, lekin narxi juda ham zo'r arenda qo'yish uchun. Planirovkasi pod'ezd eshigi, e'tibor beringlar, 9 etajga bo'lsa ham pod'ezdi ikkitadan liftlariga ega. Kirishimiz bilan mana shunaqa katta holni ko'rishimiz ham mumkin. Buni zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zi bir xona bo'lgani bilan ikki xonaga mana shunaqa periplanirovka qilingan. Chapdagi bo'lsa, umumiy sanuzilni ko'rishimiz ham mumkin. To'g'rida bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz, chiroyli mebellar bilan birga va bu yoqda yotoqxona joylashgan bo'ladi. Kvartiramiz полностью теплый pol qilingan, radiator tizimida ham isitiladi. Narxi 48 ming dollar. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Palon pulga katta uy olib arendaga bergandan ko'ra, ya'ni katta summani arzimagan arenda uchun ushlab turgandan ko'ra, agar maqsadingiz arenda orqali